Muhammad Ali. Kim u? 20-asrning eng ulug' sportchisi deyiladi. Shaxsiyati bir kuchli bo'lgan odam. O'zini davrida kuch-quvvatiga to'lgan paytida, o'zini karyerasini cho'qqisiga yetgan paytda nima degan? Men eng buyukman degan. Men eng buyukman dedi. Keyin Alloh taolo bir dard berdi unga. Bilasizlar. Shu odam harakatlanish qiyin bo'lib qoldi. Qaltirab qoldi qo'llari. Keyinchalik umrining oxiriga borganda gapirishi ham qiyin bo'lib qoldi. O'sha vaqtga kelib turib aytadiki, qarang, 20-asrda eng zo'r sportchisi, juda ham aqlli, xushli, ongli odam bo'lgan. Intervyularni qaranglar-da. Ajoyib bir aql egasi bo'lgan. Islomda qabul qilib musulmon bo'lgan. Ismini o'zgartirgan, o'zi Cassius Clay bo'lgan o'zi ismi. Lekin islomda qabul qilgandan keyin Muhammad Ali deb o'zgartirgan ismini. Shu Muhammad Ali aytadi: "Meni hayotimda sodir bo'lgan hodisalarning eng yaxshisi mana shu kasallik. Bu chempion bo'lganim, eng zo'r sportchi bo'lganim emas. Shu kasal bo'lganim men uchun eng katta yaxshilik bo'ldi. Agar u kasallik bo'lmaganida men o'zimni men eng buyukman deb o'tib ketar edim. Bu esa shirk edi ekan. Alloh meni o'tkazib qo'ydi. Men buyuk emas ekanman." Demak, birodar, o'sha kasal bo'lgan paytda shu musulmon bandasi uchun foydasiga bo'ptimi oqibati? Shu siz ustingizga kelgan qazo qadarning makruhi, qalbingizga yoqmaydigan narsa ish bo'lgan payt, shunday holat kelgan paytda rozi bo'lib qo'ying. Endi qayoqqa ham borasiz, rozi bo'lmang. Rozi bo'lsangiz ajr olasiz, savob olasiz. O'sha kun norozi bo'lsangiz gunohkor bo'lasiz, yana o'sha kun. Va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum deydi Alloh taolo. Zotan sizlar o'zingizlar uchun yaxshi bo'lgan narsani yomon ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. O'zingizlarga yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi deyapti. Tushunyapsizlarmi mavzuni, birodarlar? Nima haqida gap ketyapti? Qazoy qadarga rozi bo'lish kerak. Rasululloh aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu." Alloh kimga yaxshilikni ravo ko'rsa, uni musibatlarga duchor qilib qo'yadi. Chunki ana shu musibatlar uni agar rozi bo'lib, sabr qilib, shukr keltirsa, gunohlarini o'chiradi yoki bo'lmasam darajasi ko'tariladi. Bankrot bo'lding, uyingga o't tushdi, molingni tortib ketishdi. Shunga o'xshagan yoqmaydigan ish keldimi? Demak, yozib qo'yilgan edi ekan. O'zi pulni unga bermasam bo'lardi ekan. O'zi nadyojniy emas edi. Yo'q, nariginga berganda ham ketar edi. O'zi o'sha kuni so'm qilib o'rmagan ekanman. 107 ga chiqdimi? Ayrim odamlar uxlamadi. Tappati yana 79 so'm 50 tiyinga tushdi, endi past tushgani. Voy birodar, xotirjam bo'l. Shu yozilgan ekanda, endi nima qilasan endi? Demak, Allohning ixtiyori shunday bo'ldi. Rozi bo'lsang, ajr bor, gunohlarga kafforat bo'ladi. Shuning uchun beruvchi va oluvchi bo'lgan Alloh taoloning o'zi, ana shu Alloh taolodan rozi bo'lgan, taqdiridan rozi bo'lgan musibat egalariga qilgan sabrlar uchun Allohning rahmati bo'lsin. Qoida: qadarga rozi bo'lgan odam hargiz xarob bo'lmaydi. Shuni ham yozib olinglar qalbingizda bir chekasiga. Allohning taqdiriga, qazosiga rozi bo'lgan odam hech qachon xarob bo'lmaydi. Chunki shu pul yo'q edi, o'sha pulini yarmi ketdi. 10 yil burun, 20 yil burun yo'q edi shu pul. Yarmini oldi, yarmini qo'yib qo'ydi-yu. Alloh beruvdi, Alloh oldi deydi-da. Endi o'sha katta pulni yo'qotganlarga haqiqatan Allohning rahmati bo'lsin. Agar sabr qilsa, rozi qilsa. Chunki peshanangga yozganda shuni bo'lar. Nima qilasan endi? Qayerga borasan endi?